Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Sog' salomat tinchmisizlar? Sog'liklar yaxshimi? Charchamayapsizlarmi akalar? Xudo xolasa Avstriya, Italiyadan bunaqa bus yuklab, bu ko'rinyaptimi yo'qmi? Xullas bus yuklab Italiyadan yuklab Fransiyaga ketyapman. Avstriyadan o'taman, Germaniyadan o'taman, keyin Fransiyaga kiraman. Tog'li joylarda ketyapman akalar. Mana shunaqa tog'da xudo xolasa bir ajoyib voqea bo'ldi kecha. O'shani men bir video qilib qo'ydim. Kecha tunnellar ko'pda, xullas ana Avstriya tog'ni ichidan ketyapmiz. Har bitta joyda tunnel qazilgan. Tunneldan o'tayotganimda tunneldan shunday tashqariga chiqdimki, xullas gaylar to'xtatdi, Avstriyani gaylari to'xtatdi. Keyin xullas jarima qildida $1000, $1050 jarima qildi. 980 yevro. Xullas jarimani sababini aytaman sizlarga. Ishga birinchi chiqishdan oldin taxografdan manualniy vod degan joyi bor. Отпускадан keldim deb yozib qo'yish kerak edi. O'sha narsani yozib qo'ymaganman. Keyin har bitta davlatga o'tgandan keyin o'sha davlatda yurganimni bildiradigan nimasi bor buni. Masalan, Avstriya bo'lsa A qilib qo'yiladi, Germaniya bo'lsa D qilib qo'yiladi. Xullas o'shanaqa narsani 5 ta отметка qilmoqman, 5 ta joyda, 5 ta davlatda. Esimdan chiqib qolibdi xullas. Keyin yana bitta sababi mana bu torpedada mana narsa bor-ku, mana shu tablo bor-ku, mana shu tablo. Mana shunaqa xon taxta xullas. Mana shunaqa xon taxta qo'yish mumkin emas ekan. Unga отдельный $220 jarima. Keyin Avstriyada yurish uchun mana bu oldi chap tomonda L degan yashil nakleyka bo'ladi, nakleyka. O'sha L degan nakleykani yopishtirmaganman. Bu yana bitta sabab. Ikkinchi sababi, to'rtinchi sababi negabaritniy znak bo'ladi furada bilsalaring. Uzun tirkamali avtomobilni uzun tirkamaligini bildirish uchun отдельный to'rtburchak znak qo'yiladi. Ana o'sha znak meni pritsepimni nomerini ko'rishni chegaralab qo'ygan, xullas. Ko'rishni taqiqlab qo'ygan. Ozgina joyini yopib qo'ygan pritsepni. Xullas o'sha joyiga yana 200 qancha yevro, xullas общий hisobda rosa yomg'ir yog'yapti qaranglar. Общий hisobda akalar $1050 jarima qildi. Endi uni kim to'laydi? Firmami yo o'zim to'lashim kerakmi degan joyda men o'zim to'layman. Shaxsan meni cho'ntagimdan o'shancha pul ketdi akalar. Bu xudo xolasa endi 2 kun bo'ldi shtraf qilishganiga. Kecha emas, undan oldingi kuni jarima qilishdi. O'shani hisobiga kayfiyatli yo'q, video qilmasdan yurdim. Endi taqdirda yozilgani bo'ladi akalar. Shuning uchun siqilmasdan mayli endi. Taqdirga tan berdik, bo'ladigan ish bo'ldi. Bag'iga baribir YouTube'da to'xtatmasdan video qo'yib turishim kerak. Sizlar ham harakat qilinglar akalar, maksimalniy podeshka. O'sha ko'rishlar soni 1000 ta bo'lyapti, layki 50 ta, 60 dona layk bo'lyapti. O'shaning uchun shu laykni hisobiga chapcha monetizatsiyadan pul tushishi mumkin-da akalar. O'shaning uchun iloji bo'lsa laykni ayamanglar akalar. Hozir men Avstriyadan yana Germaniyaga qarab ketyapman. Italiyadan yuklab kelyapman. Xullas Avstriyaga yetdim. Hozir Fransiyagacha 435 kilometr. Yana gay kelyapti, qaranglar. Gay. Qon qo'rishdi. Voy, mana manzarani qaranglar, chiroyliligini. Tog'li zonada. Voy.
ajoyib manzaralar. Halitdan beri og'iz ochilgan, u mana yerga qara, u mana yerga qara deb kelyapman. Xullas, maksimalniy laykchalarda ayamanglar akalar. Keyin men har doim aytganman, o'tgan videoni kommentariyasida kim savol javob qilgan bo'lsa, savol qoldirgan bo'lsa, videoda o'qib, ism familiyasi bo'yicha o'qib javob beraman deb qo'ydim. Hozir o'shani o'qiymiz akalar. Hop, bismillah. Shahzod Golf. Assalomu alaykum jiyan, Samarqand Olmazor mahallasidan salom. Hayit bayramlari bilan yo'lingiz bexatar bo'lsin. Rahmat jigar Adushi. Shahzod Golfmi degan Niyoziddin degani javob uchun rahmat. Hayit muborak. Andijondan Niyoziddin. Rahmat Andijondan Niyoziddin, rahmat jigar. Savollar bo'lsa beringlar dedim. Hozir Akmal Erkinov. Hayit ayyomlar bilan Toshkent Sebzordan salom. Qachon nasibsa nasib qaytib qolasiz? Qaytsangiz ham o'zingiz bilan ko'rishdi iloji bormi? Bo'lsa aytib ketardingiz. Qanaqa qilib aloqaga chiqishi? Rahmat, omad do'stim. Allohga omonatsiz deb yozib qo'yibdi Akmal Erkinov. Aka, xudo xolasa Instagramni kuzatib boring. Aytdim, gayi bor ekan. Shunaqa ko'p gayilar bor-ku. Instagramni kuzatib boring aka. Inshaalloh men O'zbekistonga qaytayotganda har doim mana biz xudo xolasa yo'lga chiqdik. Toshkent aeroportiga qo'ndik, yo'lga chiqdik deb doim men xabarni berib kelaman. Endi lichniy ko'rishda aytadigan bo'lsangiz, men aeroportga har doim qo'naman. O'sha yerdan Vodiy Bitak taksiga o'tiraman. To'g'ri O'zbekistonga, o'sha Farg'onaga kelaman xullas. O'shaning uchun orada har doim samolyot ertalabki 3 ta qo'nadi aka. Ertalabki 3 ta qo'nib, men o'sha ertalabki 4 da bondod vaqtida taksiga o'tirib kelayotgan bo'laman aka. O'shaning uchun bilan hozir gayi yo'qmikan deb biroz xavotirdaman-da. Gayi yo'q bo'lsa bo'ldi. Manzarani qaranglar. Farg'onaga kelsangiz, agar xudo xolasa Farg'onada ko'rishamiz. Mana mashinani ham bo'kirib ketishini qaranglar-da. Hech bunaqa bo'kirmagan mashina bo'kirib ketyapti hali. Boricha bo'kirib ketyapti. Xudo xolasa Farg'onaga kelsangiz, o'sha telefon nomerni yo Instagramdan aloqaga chiqsangiz ham bo'ladi. Ko'rishamiz inshaalloh. Hop, keyingi savol Sevarjon Mamadjonov. Xayrli kun, hayit bayramingiz bilan avtovozga chaqiring, ishlaymiz Adushi. Xudo xolasa aka, keling o'sha Blair's firmaga kelsalaringiz, xudo xolasa Blair'sda ishlasak bo'ladi aka. Inshaalloh kelib birga ishlaymiz. Keyingi savol Abdumalik Moskva. Abdumuttal Moskva ekan. Assalomu alaykum, Qirg'izistondan salom, hayit bayrami muborak bo'lsin. Rahmat aka, joningiz sog' bo'lsin. Rahmat. Izzatulloh javob uchun rahmat deb qo'yibdi, savolda o'zi yo'q. Ishlarga omad. Dilshod Usarov. Nima? Dilshod Usarovaga. Hop, Izzatullohning savoli mana shu yerda ekan. Demak, 3000-4000 dollar vaqt sarflash, o'rganish arzir ekan. U tarafga ishga ketish uchun ChatGPT aytishi bo'yicha voy bu ko'pgina savol yozibsiz-da o'zingizga. ChatGPT aytishi bo'yicha BCE kod 95 shu narxga bitar ekan.
Ha, ChatGPT aytishi bo'yicha 4 mingga bitar ekan. Kiroy shuncha pul sarflab ketsa bo'lar ekan deb yozibdi. Xudo xolasa kelsangiz bo'ladi jigar. O'sha 3 ming 4 ming atrofida pul ketadi. Keyingisi G'azon. Ukam ishlarga omad, o'zingga ehtiyot qil. Kelayotgan Hayit bayramlar muborak bo'lsin. Sog' salomat bo'ling. Rahmat G'azon. Gazon ekan shekilli. Rahmat jigar adushi, joni sog' bo'lsin. Salom imperator. Bayramingiz mana o'qib ketyapman, sizlar ham ko'ringlar. Hoppa. Mana nimaga yaxshi ko'rinmayapti? Telefon. Mana. Telefonimiz ajnaq xiralashib qoladi. Salom imperator, bayramingiz bilan ukam. Yevropada eng ko'p shtraf qancha topgansiz? Shtraf qancha to'lagansiz va Yevropaga ketaman bo'ldi degan kunlaringiz bo'lganmi? Ha, Yevropada eng ko'p qancha shtraf to'lagansiz? Yevropadan bo'ldi ketaman endi deb arazlab ketvoraman degan niyatlaringiz bo'lganmi deyapti aka. Ismingiz dadam keldi. Ismingiz lekin ajoyib. Xullas, eng ko'p jarimani jigariga urdingiz o'zi ham 2 kun bo'ldi-da. Eng ko'p jarimani 2 kun bo'ldi to'laganimga. Gaylarga, ya'ni gaylarga $1050 jarima to'ladim jigar. Eng ko'p mana shu jarima bo'ldi. Bundan oldin bir marta 350, bir marta 200 qancha, bir marta 150 euro, 200-300 euro mana shunaqa to'lab yurganman, lekin $1050 jarima to'lamaganman. Endi to'ladim, mana 2 kun bo'ldi. Jarimalarni bizni firmalar jarima qilishgan. Bizni o'tgan videoda aytganman, u salarkamni o'g'irlatganman. O'sha salarkani o'g'irlatganim uchun menda oyligimda 2000 euro, bu $2200 ushab qolgan. Eng katta jarima $2200. Radarlar tushgan. O'tgan safar radarlarimni hisoblaganimda $600 3 oyning ichida $600lik radarga tushibman. Buni o'tgan yil endi. Xati 1 yildan keyin keladi. Mana shu yil keldi, o'qidim. O'tgan yil keldi, o'qidim. $600 Germaniyada radarga tushibman. Bir 10 ta radarga tushibman. Общий xullas €600. Ketaman degan joyi bo'lgan, qachonki men qiziqqanman ham, anon Daniya, Niderlandiya, Shvetsiya, Norvegiya tomonlarda o'zbeklar ishlaydi. Ana o'sha o'zbeklarga aloqaga chiqqanman. Men yaxshi ko'rinayotgan bo'lsam bo'ldi, hech qilib mana hali eshityapman, nimasidir yoqib qolib ko'rsatmay ham qo'yadi-da mana. Xullas ish qidirganman o'sha tomonlarda. Agar $4000-5000 ish bo'lsa, furani tashamayman, lekin 30 ga olaman. 30 ga olib borib ishlayman degan niyat bor edi, bo'lgan topolmaganman unaqa ish. Faqat qonuniy, dokumentalniy ishlar bor ekan, ishlasa bo'lar ekan. Atak shunchaki borib xaltura urib kelishdi, iloji yo'q ekan. Keyin hozir ham mana Yevropadan ketaman degan niyat bor, lekin bu niyat xudo xolasa O'zbekistonda bir fura olib, hamma joyda tinchitib, keyin boshqa kelmaslik niyat bor. 7 yil bo'lgan-ku kelganingizga, hali ham qo'ymadingizmi deydigan bo'lsangiz, jigar hamma narsa o'zini yo'liga. Hali ishlagan pulim qayerga ketdi, nima ketdi. Masalan, Yevropada turib ortiqcha sarflamaganman. Haligi pista-pocha narsalar olib, bir narsalar qilib o'ynab yurmaganman. Hamma pulim uyga ketgan, lekin boshqa maqsadda ketgan. Uy qurganman, boshqa balo-battarlar qilganman, lekin pulim jam bo'lmagan hali. Xudo xolasa sizlar ham bitta duo qilib qo'yinglar, amin deb qo'yinglar jigarlar. Tezroqda bir reklamalar olib, sal tezroq harakat qilib bitta mashina olsak, Yevropasiga qaytib kelaman. Oyda, yilda bir kelaman. 1-2 ishlab qaytib kelaman. Hali
kelib turib 6 oylab emas, kelib turib 10 kun 20 kun 1 oy ishlab qaytib ketaman. Shunaqa maqsadda xudo xolasa ishlaymiz. Birinchi o'rinda O'zbekistonda bir tirikchilikni yo'lga qo'yish kerak. Xudo xolasa. Hop, keyingi nimani o'qiylik. Faxriddin Qodirov respekt deb yozib qo'yibdi akam. Hayit ayyomlar muborak bo'lsin. Anvar Mamatqulov. Sevarjon Mamatjonov. Avtovozda opit bo'lmasa qiyin bo'lsa kerak. Avtovozda ishlayman men ham faqat O'zbekistonda avtovozda ishlayman debdi Jigar. Ha, Jigar, kelsangiz birdaniga gapingiz to'g'ri, birdaniga avtovozga chiqarmaydi. Sal telefonni pastroq qilyapman, to'la kamera ekanda Jigarlar. Xullas, kelsangiz bo'ladi. O'qiysiz, o'zini o'qishi bor. 1 oy tayyorgarlik qildiradi. Chunki bizning pritseplar bu O'zbekistondagi pritseplar emas. O'zbekistonda bilsiz, pritsep qayrilmaydi. Xuddi hali 120 kubalik mashinalar bor-ku, o'ta bir narsa parovoz deydi-yu, o'rtasidan bo'linadi. Bu xuddi parovozga o'xshaydi. O'rtasidan bo'linadi, qiyshayadi. Mukammal yuklash kerak. Hali butilbrod deydi, bir-birini mashinani ustiga mashina qo'yish kerak. Bittasini hali tumshug'ini ko'tarib, ikkinchisini shuni tagiga tiqish kerak. Xullas, bu yerda chicha qiyinroq. O'zbekistonda tekis olib kiriladi, ketdingiz. Balonni baylab. Bu yerda qiyinroq. O'sha narsani o'rgatadi. O'rgatib turib, bir haftasi 1000 euro, $1000 yo $500 bir haftasi. Xullas 2 hafta eng kamida, 2 hafta eng ko'pi 1 oy o'rgatadi. 4 hafta o'rgatib ishga chiqarib yuboradi. Ishlasangiz, avtovoz O'zbekistonda ham zo'r to'laydi, bilaman, eshitganman. 9 million, 10 million oylikka ishlashadi deb eshitganman. Endi yana bilmadim. Hammani oyligi har xil. Jonlaring sog' bo'lsin. Odiljon Olmasov adashmasam. Assalomu alaykum aka, ko'rsatib turing. Assalomu alaykum aka, qandaysiz? Charchamay yuribsizmi musofir yurtlarda? Rahmat, jigar, Xudoga shukr, charchamasdan. Shu ko'rmaysizmi, tirikchilik. Tolibjonov, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum, ey toifa. Yaqinda olingan bo'lsa bo'ladimi? Javob uchun rahmat. Hayit bayramlar bilan. Rahmat jigar. Rasulbek Egamberganov ekan. Jigar, Xudo xolasa kelsangiz bo'ladi. Har xil yo'nalishi bor. Ba'zi firmalar kategoriyani olgandan chaqiradi, ba'zi firmalar 6 oy bo'lish kerak, 1 yil bo'lish kerak deb, hamma firmada har xil. O'shaning uchun firmasiga qarab, joyiga qarab kelsangiz bo'ladi jigar. Hozir keyingisi Ziyodullo Yo'ldoshev. Assalomu alaykum aka, avvalambor ishlaringizga omad. Hayit ayyomlaringiz bilan aka. Menda 2-3 ta savol bor ekan. Avvalambor rahmat aka, men Rossiyada kran haydayman. Bashni kranga udastreniya rus bor. Hozir chitadal. Voy, rus bor. Yevropaga imkon bormi? Kran boshni yoki avto. Voy, aka Omar roza qiziqishni yozibdi, lekin yozgani qaranglar. Voy, malades. Qaranglar. Aka, lekin yozishga ham yorib yoribsiz. Jigar, gapingizga tushundim qisman bo'lsa ham. Yevropada krannafshik yoki umuman boshqa sohaga qanaqa qilib kelishni bilmayman jigarim. Men faqat fura sohasiga aralashaman, fura sohasini bilaman. Chunki o'zim ham kelganimdan faqat fura ishi bo'yicha shug'ullanaman.
shu shopirlik qilaman 7 yildan beri, lekin boshqa kranovchik yoki samosval yoki avtobus, ikin gazellar minishadi, BC kategoriyasi bo'yicha minishadi, gavrovoz haydashadi, musravoz haydashadi, yana shunaqa qishloq xo'jaligida yuradigan mashinalar minib yurishadi. Lekin men buni to'g'risi jigar, mana parkovkani qaranglar, juda ajoyib ekan, sinamgina. Bu tarafda ham bor, qaranglar. Jigar, bu toifa, shu toifadagi ishlar bilan qanaqa qilib kelishdi, qanaqa qilib ishlashdi men bilmayman jigar. O'shaning uchun konsalting shu Yevropaga jo'natadigan firmalar bilan gaplashasiz. Bu birinchi variant. Ikkinchi variant, o'zingiz internetda qidiring, internetda chiqishi kerak. Shu samosval yoki siz aytmoqchi kran bashni ko'taradigan yoki ana teleshka bor-ku, haligi oti esimdan chiqib qoldi. Hali paddonni ko'taradi-yu, karra. Shunaqa karralarda ish bo'ladi. Agar joyini topib o'zingiz qidirsangiz bo'ladi, internetda yozing. Masalan, kranovchik в Латвии или в Литве или в Германии или в другой стране yozing, chiqadi. O'zingiz gaplashsangiz bo'ladi, shaxsan o'zingiz gaplashib, o'zingiz hujjatlarni polni taxlasangiz bo'ladi. Lekin bitta sizga informatsiya, litovskiy, ya'ni Litvaga kelishdi iloji yo'q. Litva o'zini vizalarini hammasini atkaz qildi o'zbeklar uchun. Shuning uchun kelishga harakat qilsalaringiz ham latviyskiy, estonskiy, Xorvatiya, Polshaga ham kelishdi iloji yo'q. Xullas, Ruminiya va boshqa davlatlarga harakat qilinglar. Lekin akalar, Litva bilan mana bu Polsha o'zini vakansiyalarini yopgan. O'zbeklar ko'payib ketgani uchunmi yoki yana bir boshqa muammosi bormi, men to'g'risi bilmadim. Lekin vakansiyalarni yopib qo'ygan. Necha minut gapirdik? 22 minut gapirib qo'yibmiz. Akalar, xullas, bitta narsa, har kuni video qo'yaman deb yurdim. Internet shunaqa qimmat, to'g'risida Yevropada mana $30 250 adashmasam 250 gigabayt sotib oldim $30 ga. Qaranglar. Bu 3 kun, 4 kun, 5 kunda tugayapti. Mana bitta video olaman. Mana shu video ham 10 minutlik video bo'lsa, iPhone'da sal anaqasini gigabayti katta tiniqligini sababi gigabaytni katta qilib 10 minutlik video xullas 15 gigabayt, 20 gigabayt bo'ladi. 20 gigabayt narsani YouTube'ga tiniq yuklash uchun pasti 30-35 gigabayt internet ketadi. Ana endi bir oylik tarifini sotib olsam $30 ga 5 ta video qo'ysam, 5 ta yo 6 ta video qo'ysam, o'sha megabaytim tugab qoladi akalar. Bir tomondan endi iltimos ham qilib ko'rdim. Like bosinglar, padishka qilinglar deb. Mana men sizlarga haqiqatni ko'rsataman akalar. Hozir ko'zlaringni oldida ko'rsatay shu narsani. Prosta mana. Xo'p, men tiniqroq qilaylik. Mana. Hozir pulini ko'rsataman akalar sizlarga. Qaranglar. $9 pul ishlab qo'yibdi. $9. Endi bu oyda necha pul ishladik? Bu oydagisini ko'ramiz mana. $16 pul ishlab qo'yibmiz akalar. Bir 10 tacha video qo'ydim, $16 pul ishladik. Bu har bitta bosilgan like-ga yoki ko'rilgan sifatiga pul to'laydi-da. Rosa kopeyka to'laydi, lekin ko'pchilik bo'lib ko'rilsa, masalan, prosmotrlar 30 ming, 40 ming, 50 ming taga chiqib ketsa, bu pul
kamida $100, $150 bo'lardi. Prosmotr kam. O'zi O'zbekistonda turib ko'radiganlar laykni bosinglar, akalar, padishka qilinglar. Mana pul agar maytdan tushib tursa, u o'zini internetga ketadi, xolos, akalar, ishoninglar. Men bu pulni olib, hattoki bir boyib ketdim, mashina ham oladi, eshitdimi? Menga даже bir aytyapman, bu cho'ntak puli ham bo'lmaydi. Lekin hech bo'lmasa internetni o'zi uchun sarfla. Sal masalan mikrofon olay, ana mikrofonimni qo'yapman, hali mikrofon ovozni g'alati zapis qilyapti, o'zlaring ko'rdilaring. Hozir ani tunneldan chiqib olay, tunnelda ovozim shunaqa ulas g'alati kelyapti. Tunnel ham lekin 8 kilometrlik tunnel bo'lsa kerak. Bajog'atidan mashinalarni qarang. Aytda yozib qo'yish kerak. 1 kilometr 1.9 kilometr. O'zi ham ertalabdan beri ani tunnelda kelaverib, boshlarim og'rib ketdi. G'ong aytdim, ana shunda eshitayotgan bo'lsalaring kerak. Tunnelning ichida ular baqiradi, ovoz mana devorga urilib, ovoz o'ziga qaytib keladi. Bag'illab keladi. Boshlar og'rib ketadi, akalar. Если что, akalar, laykni bosib, konkretniy padishkada bo'lib turinglar, xudo xolasa. YouTube'da tindirmaymiz va videolar anaqalar bor, xudo xolasa. Bosamiz, kameralar zo'r. Xudo xolasa zo'r videolar chiqaramiz. Internet problema bo'lyapti. Xudo xolasa yaxshilikka bo'lsin. Agar qanaqadir savollar bo'lsa, akalar, o'zi ham shunaqa joyiga kelib to'xtadikki, gapimni gapira olmayapman onasiga. Tezroq chiqib ketaylik masjiddan. Oh, xudoga shukr, mana yaqinlashdik. Bu yerda kameralari ham bor. Xudoga shukr, mana ovoz vong'illab quloqda teshadi boru. Akalar, xullas, laykni bosib konkretniy padishkani qilinglar, inshaalloh. Aloqada biz savollaringiz bo'lsa, savollarni jo'natinglar, akalar. Keyin mabodo agar videoni ko'rib kimdir 1000 so'm, 2000 so'm tashlaydigan bo'lsa, men sizga tashab qo'yaman. O'zbek pulga tashlasalaring bo'ladi, akalar, padishka uchun. Silkaga kirsalaring tirikchilik uz chiqadi. Masalan 1000 so'm, 2000 so'm, 3000 so'm tashinglar va internetga sal padishka bo'ladi, akalar, xudo xolasa. Ben hatya va keyingi oydagi $30 bu prosta apparatura hamma yo'da olgandan keyin mana videoni kачествосini zo'r qilib qo'yish uchun shuna katta anaqa gigabayt ketyapti. O'sha men ikkita $30lik gigabaytim tugab qoldi, akalar. Sizlardan yashiradigan narsam yo'q. Silkani qoldiraman. Mabodo kimdir padishka qiladigan bo'lsa, 2000-3000 dan bo'lsa ham farqi yo'q o'zbek pulga. Tashab qo'yinglar. Keyingi videoda men ism familiyalarini o'qiyman. Kim pul tashadi, kim padishka qildi. Xudo xolasa adushi aytib ekranga chiqarib qo'yaman. Ism familiyasini, qaysi kartadan necha pul tushdi, menda ko'rinadi. Xudo xolasa sizlarga aytaman. Jigarlar, padishka uchun rahmat. Jonlaring sog' bo'lsin. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar.